Yaponiyadagi bir shifokor olim yaxshi bir eksperiment qilgan. Yoniga 70 dan oshgan ayol kishi kelgan. Qonini olganda shunday mikroskop qo'yib, katta-katta ekranda ko'rsatgan. Qonimizda qizil tangachalar bor, eritrotsitlar. Ana ular bir-biriga 5-6 ta bo'lib yopishib qolgan, tangachalarga o'xshab yopishib qolgan. Buni mikrotromblar deyiladi. Har bir eritrotsitning o'zining magnit maydoni bor va u bir-biridan itarishi kerak. Lekin tanadagi magnit maydon sal o'zgargani uchun, oyog'imiz yerga tegmagani uchun, mana bu eritrotsitlar bir-biriga sekin-sekin yopisha boshladi. Nima bo'ldi deng? Boyagi kampir keldi, shunday qon oldi, tirnoq naqasidan shunday qo'ydi, boyagi eritrotsitlar bir-biriga yopishib qolgan mikrotromblari bor qonida. Keyin iltimos qildi, 10 minut yalang oyoq yerda yurib keling dedi. Chiqib yalang oyoq yerda yurib keldi, yana qon oldi, qarasa yana boyagi mikrotromblar hammasi yo'qib ketgan, har bir eritrotsitlar alohida bo'lib qolgan. Nima uchun? Nima uchun deganda odamning o'zida elektr maydoni bor. Bizlar oyoq kiyim bilan yurganimizda yer bilan bizlar oyog'imiz tegmaydi va yer bilan elektromagnit maydon almashmaydi.